Endi zalimizga marhamat. Shu eshiklarga moslar qilingan hamma modellar. Televizorlarimiz, televizorlarimiz bemalol ko'rishingiz mumkin. O'zi ham juda ham katta ekan. Hamma yo'g'ida yana bir eslatib o'taman, stabilisi bo'lgan. Rasionasi ishlatilmagan. Razmeri 3.10. Bu oyoqlar ingichkaga o'xshashi mumkin, hammasi temir. Bunda ham xuddi shunaqa oynasi bor. Birlik, qalin, ko'taradi, profilli, kalyonli oyna. Yosh bolalar ancha-muncha narsalarni qilsa ham sinib yerga tushmaydi. Moshdan laboga o'xshab kuydirilgan, o'zida qoladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, parda, gilamlari solinmagan, xudo xolasa ularni ilgandan keyin, sog'ilgandan keyin gilamlarni bitta ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Bo'lmasa uy egasidan iltimos qilib qolamiz. Ishni bitirgandan keyin shunaqa qilib, masalan, turib o'tirsanglar, xullas ichini tushuntirib o'tadigan bo'lsa, sasna yog'ochda bo'lgan, ichlari bo'lishlari sintifon, machakalari rossiyskiy, mo'yshiy material. Bemalol shu yerda charchaganda yotib olish mumkin. Kelinligini ko'rayotgan bo'lsanglar, orqalari ham material. Polni razmeri 4,5 ga 3 metr. Tumbalari ham 1 metrga 60 santimetr. O'ta katta, real bo'lgan. Bu xonadonimizni patologlari ham o'ta chiroyli, oldingi mebellar gulligida hammasini noldan olib chiqib egasi tashlab, gullikdan zerikkani uchun qo'limizdan kelgancha harakat qildik.